Xo'p, hammaga salom bo'ldi. Demak, bizda indikatorimizni oyga signal berdi. Hozir keyingi shamchadan biz izdelkaga kirishga harakat qilamiz. Или mana bu joyda bizani yaxshigina supportimiz bor, qo'llab-quvvatlaydigan zona. Va bizda hash birimizni bay bergani uchun bu joyda M5 imizni bayga bergani uchun, H1 bayga bergani uchun va bu joyda supportda borligi uchun mana bu liquidni yechib qaytishi ham mumkin. Ko'ramiz. Inducement mana bu yechilgan. Hop. Mana bu joygacha harakat qilsak bo'ladi, lekin ungacha ushlaymiz. Biz o'sha yaqin joylargacha liquidlargacha ushlashimiz mumkin. Mana shu joylar bizning tek profitimiz bo'ladi. Hozir 1 minutdan keyin savdoga kiramiz bolalar. Ungacha pauza qilib turaman. Yangi sham ochilsa o'sha joydan kiramiz. Demak, mana hozir yangi izdelkamiz ochildi. Bu joydan bayga harakat qilamiz. Ketdik. Hop. Bizaniki 79 necha 79 bo'ladigan bo'lsa, 80 bo'ladigan bo'lsa, stopni hop, o'z mana bu joy qulaydi bizga. Mana shu yerlarga qo'yamiz. Ya'ni 75 larga qo'ydik. Yana bitta ochaman. Bo'ldi, mana impuls o'sha joyimizga keldi. Endi kutamiz bunisini ham. Pastroqqa qo'ysak ham bo'ladi atak. Buni har doim mana bu tagiga qo'yish ozgina xatoraman. Oldin har doim aytaman bolalarga mana buni tagiga qo'ymanglar. Qo'ysanglar bo'ladi, lekin kamdan kam holatlarda. Mana shunaqa paytlarida ideal ishlab beradi, misol uchun. O'zi aslida mana bu joyga qo'yishimiz kerak. Bu joyga qo'ysak kattalashib ketadi stopimiz. Shu uchun joyga ozgina kerak emas. Bizda tasdiqlarimiz bor, qo'rqmasdan ushlasak bo'ladi buni. 3 ta tasdiqimiz bor. H1 M5 va supportlarimiz bor M5 da. Kutamiz, agar mana bu joyga keladigan bo'lsa, yana bitta qo'shish kerak o'zi aslida mana shu yerdan. Unaqa qilmaymiz. Riskimizni normalniy hozir. Hop. Bu joydan ushlagan bo'lsa, ya'ni 80 dan birinchisi 50 pips bizga yo'l berish kerak maksimum. Hop, 50 pipsimizni bolalar o'sha joydan hisoblanadi. 78 bo'ladigan bo'lsa, 83 larda birinchi tek profitim bo'lar ekan, lekin bu joyda yopmayman, mana bu joyda yopaman. 85 larda. Joyni ko'radigan bo'lsak, birinchisidan birinchisi mana 20-30 pips yo'l bergan. Hop, robotimizni ko'radigan bo'lsak, robotimiz ham ishlayapti. O'tgan safar qo'shib qo'yganda YouTube zani avtorskiy prava bir balo deb jalba qilganiga keyin boshqa muzika qo'yib yuborgandik. Atak musiqa bizga kerak emas. Demak, hozir bizga yaxshi yo'l berdi. 60 pipscha yo'l berdi. Birinchi nimamizdan 40 pipsmidi.
Hop. Ha, 50 pips. Hozircha. Hop, robotimizni ko'radigan bo'lsak, bolalar, bugungi kun hisobida robotimiz $15 ishlab qo'ydi. Soat 10:30da aktivlashtirganda $15 ishlab qo'ygan. Robotimiz hozir bayda zilkalari bor. Bu to'g'ri ochgan, endi chiqib berish kerak. Bu joyga dalifga qilib ketaveradi o'zi. Hop, buni ko'radigan bo'lsak, o'zimiznikini 5 minut vaqt o'tdi. Zoomimizda yaxshi reaksiya berdi, lekin biz o'ylaganchalik ko'p yuravermadi. Hop, M5 hozir yangi sham ochildi. M5dan endi uzatamiz buni. Shunda men birinchi take profit mana shu yerda bo'ladi. Botimizda hozir $5 minusda turibdi. Indikatorimizni yomon emasligi. Mana bu nima deydi? Ishlatishni bilgan odam yaxshi ishlatadi lekin. Misol mana bu joylarda ham ochish mumkin. Misol uchun bu joylarda ochish ozgina xato, hech narsa yo'q bo'ldi. Просто tak ochish. Ili ochgan taqdiringizda ham misol uchun mana bu joylarga qarash kerak-da, ozgina bo'lsa ham. Joylarga qarab, nima bor? Nimadir bormi? Singan narxmi? Qaytarib bergan bo'lishi mumkin. Ili sizlar ulgurmasliginglar mumkin u narsaga. Xuddi shu narsa bolalar. Qonun qoida bilan akkuratni ishlasanglar yaxshi hammasi. Misol mana bu joyda berganida kirsa bo'ladi, lekin mana shu joyni o'zida berganda hozir necha bo'ladi shunda mana. Hop, 85.5 dan 89 ga chiqib bergan. Bu 40 pipsmi? 85 dan 89 40 35 pips yurib bergan ekan. Qayerda berganida. Lekin mana bu joylar ideal zona. Ham support bor, ham buy beryapti, ham H1. H1 ni mayli bilmasanglar ham, misol uchun 29 demak, qaranglar, robotimizning ham informatsiyasini berib o'tib ketay. $19 soat 10 da yo'qilgan robotimizni $19 pribel qilib qo'ydi. Bugunning hisobiga. Mana ko'rsanglar. Mana. Shu impuls bo'lgan paytda kirmaydi. Range holatda yaxshi ishlaydi. Misol uchun mana shunaqa impuls holatda ishlamaydi. Hop, bugun hisobida shu $19 pribel qilib qo'ydi robotimizni. Hop. Yaxshi, 70 pips buni ko'rgan bo'lsanglar, 100 pipscha. Endi mana shu yerda yopish kerak, to'g'risi. Bu joyda qaytarib olish ham mumkin, ozgina sindirib olish mumkin. Qachonki mana bu joylarni ma'muni buzib, yana impuls ketishi mumkin. Atak bezbitkiga olib qo'yaman. Bolalar, robot ishlashni, o'sha indikator ishlashini ko'rdik o'zimiz ham. Demak, bugun 11-iyun savdomiz, birinchi сделкamiz. Hop, tarix. Xo'sh.
hozirgi take profitimiz demak $45 plyusda yopildi. Bo'pti. Mana bunisini ham $80 plyusda yopadigan bo'lsak, yaxshi foydada chiqib ketamiz bugun. 80 pips bilan to'g'ri yuraverdi. Bo'ldi. 85, 86, 87. 90 ham yuraveradi endi. 90 mana. Hop, yaxshi. Nimaga rahmat bolalar. Mana 90 pips yuraverdi. Biz bitkiga olib qo'ydim bayiga. Uzoq muddat ketishi ham mumkin bu. Charchamanglar. Hop, biz o'tgan o'chirmayman.